Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azat. Bugun seshanba. Tuvanda diqqatlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Öz xabarimiz. 2024 yil 2 ayning 15 kuni Amerika Avam palatasida Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi har ikki partiya tarafdan yuksak ravishdagi yuqori darajada qo'llash natijasida ma'qullandi. Amerika Avam palata a'zosi Yang Kim xonim tarafidan o'tirg'i chiqarilgan mazkur qonun loyihasi Xitoy Kommunistik partiyasi tarafidan ziyonkashlikka uchrayotgan Uyg'urlarni va boshqa turkiy millatlarni qo'g'dash uchun Amerikaning real qadamlarni elishiga haydakchi bo'ldi ekan. Bu qonun loyihasi Uyg'urlarning bostirilishiga qarshi xalqaro uyg'unish barpo qilish, Amerika Davlat Majlisining Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi unumli javob qaytarishga yetaklash, Xitoy Kommunistik partiyasining Uyg'urlarning ovozini o'chirish uchun qilayotgan tirkishlarga qarshi qaytarma harakatga o'tish qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Amerika Avam palata a'zosi Yang Kim xonim bu vaqtdagi bayonotida mundaq degan: Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlar o'z kimligi sababli to'xtovsiz ovoz bo'g'ilmoqda. Tutqun qilinib turmalarga qamalmoqda. Qiyin qistoqqa ilinmoqda va Xitoy Kommunistik partiyasi ta'sis qilib chiqqan yig'ilish lagerlarida mengi suyulishga duch kelmoqda. Biz o'zimizning so'z va harakatlarimiz orqali Xitoyning Uyg'ur erkiy qirg'inchiligiga qarshiligimizni, shundaqla Xitoy Kommunistik partiyasining xato uchurlarga, tahdidlarga va paketni burmilashlarga qarshi turadiganligimizni ko'rsatishimiz lozim. Yang Kim xonim Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi haqida mundaq degan: Men Uyg'ur qonun loyihasining Amerikadagi har ikki partiya tarafidan zo'r kuch bilan qo'llash natijasida Amerika Avam palatasining tasdiqidan o'tganligidan mamnunman. Bu qonun loyihasi Sharqiy Turkistonda Xitoyning insoniyatga zid muomalalarga duch kelayotgan Uyg'urlarning va boshqa oz sonli millatlarning kishilik huquqlarini va o'ziga xos kimliklarini qo'g'dashda real qadamlarni bosish uchun Amerikani afzallik bilan ta'minlaydi. Bu qonun loyihasi Uyg'urlarning o'ziga xos milliy, diniy, kultural kimliklarini, shundaqla til yoziq kimliklarini qo'g'dash uchun Amerikaning real choralarini qo'llanishiga, shundaqla Sharqiy Turkistondagi kishilik huquqqa va diniy erkinlikka hurmat qilinishning ilgari surilishiga turtki bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.